Umra safariga ota-onamni yubormoqchiman. Menga juda ham chiroyli sharoit bo'lsin. Ota-onam bizdan xursand bo'lsin. Etga borganda qiynalishmasin. Internetda har xil holatdagi videolar chiqyapti deganlarga assalomu alaykum. Bugungi videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, juda ham chiroyli maxsus komfort paket tayyorlaganmiz siz aziz yurtdoshlarimizga. Aynan mana shu komfort paketimiz bo'yicha videomizni oxirigacha ko'rsalaring, to'liq va chiroyli ma'lumotlarni albatta siz aziz obunachilarimizga yetkazib beramiz. Biz rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays, Farg'ona Marg'ilon Mustaqillik ko'chasi 692-uy. Aynan mana shu manzil va biz turgan bino aynan mana shu bino. Bizda barchasi qonuniy hamda rasmiy amalga oshiriladi. Bemalol bizni hisob raqamlarimizga bank orqali to'lovlarni amalga oshirsalaring bo'ladi yoki albatta ofisimizga tashrif buyurasizlar. Hisobchilarimizga to'lovlar amalga oshirsalaring sizlarga cheklarini yozib berishadi. Bunaqa sharoitlar, bunaqa takliflar aziz yurtdoshlar albatta faqatgina bizni o'zimizda bo'ladi. Endi men sizlarga ota-onalaring uchun maxsus komfort paketimiz bo'yicha ma'lumot beraman. Madina Munavvarada 100 metr Meroj Toyiba nomli gastnitsa. Xudo xolasa Masjid Nabaviyga 100 metr chiqadi. Men o'zim ham shaxsan o'sha gastnitsada bo'lganman. Bundan tashqari Makka Mukarramada gastnitsamizga keladigan bo'lsa, Al Nasim nomli gastnitsa. Xudo xolasa bu 800 metr, lekin 1 kilometr deyishyapti. Parkovkasi ham qiynalishmaydi. Parkovkadan to haram hududigacha 100 metr masofadagi qulay parkovka tanlaganmiz yosh kattalar uchun. Avtobus qatnovlari inshaalloh bexijolat. Madina Munavvarada hammada 2 mahal, xudo xolasa bizda 3 mahal taom. Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xudo xolasa bunaqangi juda ham chiroyli sharoitlar aynan sizning ota-onangiz uchun tayyorlangan. Bundan tashqari yana sizlarga inshaalloh ziyoratlarimiz masalasiga keladigan bo'lsak, Madinada Masjidul Nabaviy tarixi bo'yicha to'liq tanishtiruv amalga oshiriladi. Ravza-i Sharifga inshaalloh albatta barcha ziyoratchilarimiz kirishadi. Qur'on bosmaxonasiga albatta siz aziz ziyoratchilarimiz ota-onalaringni hamda o'zlaringni olib boramiz. Qubbo masjidi, Uhud tog'i, ikki qiblali qibla tayin masjidi, Hurmo bog'ida kechki ziyofat taqdim etiladi. Makkada Hiro g'ori, Savr g'ori, Arofat tog'i, Muzdalifa, Jamorot, Masjidul Al-Jin, Jin masjidi, Hadicha onamizning maqbaralari, xudo xolasa. Ya'ni Jannatul Muallo qabristoniga sizlarni ziyoratda amalga oshirasizlar. Bundan tashqari Qizil dengiz sayohati, Rojixiy masjidida kechki ziyofat hamda ikkinchi marotaba umra qilishlik imkoniyati, Toif shahriga ziyoratni amalga oshirasizlar. Haqiqiy komfort paketimiz aynan mana shunaqangi bo'ladi. Sizlar uchun juda ham chiroyli sharoit tayyorlaganmiz. Bundan tashqari doktorlar masalasini ko'pchilik o'ylanadi. Bizda inshaalloh doktordan muammo yo'q. Bitta Telegram gruppaga zaявка beramiz. Tamom, doktorlar kirib xabar olishadi. O'zbekistonning 12 ta viloyatdan aloqaga chiqishlari mumkin, lekin hozircha bu paketimiz farg'onaliklar uchun bo'ladi. 13-yanvar kuni Farg'ona Jiddiy yo'nalishida uchadigan reysimizga qabullarimiz ochilgan. Buni narxini o'zi $1150 chiqarishimiz kerak edi. Men sizlarga juda ham chiroyli chegirma e'lon qilib, $1095 dan o'zlarining joylarini bron qilish imkoniyatini yaratib qo'ydim. Videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bitta like bosinglar, kommentariyaga yaxshi tilaklaringizni qoldiringlar. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni jo'natinglar. 900-950 ming dollarlik paketlardan ko'ra $95 qo'shasizlar. Komfort holatda 50 boshi Nizomiddin Hoji akam 14 kun sizlar bilan birgalikda mukammal umra qilishlaringiz yelkadosh bo'ladi. 50 bosh ketib olib Madinaga ketib unaqa gap so'z bo'lmaydi. Sizlar bilan 14 kun birga xudo xolasa. Mana haqiqiy ota-onasini umra safariga jo'natmoqchi bo'layotganlar $5-10 ga qaramanglar akalar. Jo'natinglar mana shu paketda. Mana chiroyli paket. Aynan mana shu aytgan gastnitsalarimiz, aynan 3 mahal taomlarimiz. Ota-onalaring mukammal umra qilib, Saudiyada mukammal ziyorat hamda sayohatda amalga oshirishadi. Bemalol bizga aloqaga chiqinglar yoki ofisimizga tashrif buyuringlar. Xudo xolasa sizlar ishlaringizni qonuniy qilib, chiroyli qilib bitiramiz. Bizga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa joylar soni 40 dona qolgan. O'shaning uchun aloqaga chiqib bron qilaverasizlar. Hamda yana eng asosiysi umra safariga ketishdan oldin aynan mana shu bizning binomizga kelasizlar. Ota-onalaringga biz umra safaridagi qonun-qoidalar hamda to'liq bir darslik o'tiladi. 50 boshlarimiz tomonidan ketishdan oldin ozgina nima deydi, tushunchaga ega bo'lib olishadi. Bunaqangi sharoit, bunaqangi paket faqat bizning kanallarimizga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.